Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Jor kanalimni ko'rib turganimdan xursandman. Hozir ko'rib turganingizdek, mana bu 43 talik LG televizorimizdagi navbatdagi turgan bizani keysimizni uluymiz. Albatta bu g'oya qayerdan kelib chiqdi? Men Zifler monitorim bor. Mana 27 dyuymli. Bunda ham o'yinni maza qilib turib o'ynaysiz bo'ladi, lekin albatta mana bunaqa katta televizoringiz bo'lgandan keyin katta maza qilib turib o'yin o'ynashga nima aytsam. Xo'p, bu televizorimizga hozir men sizga qanaqa ulashishni va o'yinga kirib turib test qilib o'ynab ko'ramiz. Xo'sh, yaxshilab joylashib oling. Men siz videoni boshladim. Xo'sh, bizga birinchi bo'lib turib kabel kerak bo'ladi. Ya'ni ikki tarafi, ya'ni HDMI bo'lishi kerak. Bu sizni keysingizni orqasidagi video kartangizni bitta HDMI portiga va televizoringiz orqasidagi ikkinchi HDMI portga ulanadi va televizorimizdan biz HDMI ulangan portiga kirib olamiz va kompyuterni ichki sistemasiga o'tamiz. Menda monitorimning o'zini kabeli bor, lekin buni ulolmayman. Sababi bu faqat o'zim monitorimga tushadigan kabel ekan, HDMI emas ekan. Bizda esa Xiaomi oldin chiqqan videomizda Xiaomi'ni men obzor qilib o'tgan edim. O'shani 4K kачестводagi HDMI kabelini olib turamiz. Xo'sh do'stlar, barchasini ulab oldim. Hop, kabellarimizni sistema kiruvchimiz uchun bizga ko'tarimish kerak bo'ladi. Buni ham tayyorlab oling va hop, mana kabel ulandi. Televizorning orqasiga mana bu ko'rib turgan bo'lsangiz, mana video kartamizning orqasiga ulanyapti HDMI portimiz va bu yerda gigabitning portimiz ham ulandi. Va orqasida ko'radigan bo'lsangiz, mana bu yerda HDMI porti bo'ladi. Shu joyga ulab olasiz. Kabelning joylarini ko'rsatib o'tirmayman. Hop. Endi esa kompyuterimizdan yoqamiz. Ketdi mana. Mana tepada ko'rayotgansiz HDMI ulandi. Operatsiya подключение к порту HDMI 2 bo'ldi. Hop, qisqasi bu yerda bizda mana umuman interfays. Sizda source degan joy bo'lishi kerak, ya'ni source, ya'ni pult tarafingizda source degan joy bo'ladi. Shu joy bosib siz HDMI ga o'tkazib qo'yishingiz kerak. Mana bu yerda PK turibdi, ko'rib turgansiz. Недавно видел, недавно PK turibdi. Yoki mana bir chekkada PK turibdi, ana ko'rib turgansiz. O'sha joyga kirasiz. Sizda просто HDMI 2 turadi. HDMI 2 ga o'tasiz. O'sha yerda kompyuter o'zidan ko'ramiz. Hop, kompyuterimizga kirib oldik. Bizning ekranimizda 27 dyuym bo'lganligi uchun narsalar ham kichkina edi. Hozir esa kattalashib, har qayerga bo'linib ketdi. Bu kompyuteringizni yana shu monitoringizni ulaganingizda yana o'z holatiga tushib oladi. Bundan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Endi esa biz Naruto yoki Days Gone o'yinini yoqib o'ynab ko'ramiz. Uning uchun bizga PlayStation pulti kerak bo'ladi. Xo'p, menda hozir o'yinni umuman tushunib qilishim uchun, bilishim uchun naushnik ulayman, chunki kolonka ishlamayapti menda. Ya'ni driver через HDMI ishlamayotganligi uchun ulanish jarayoni ketyapti. Показать все. LG'ni telefonga sharani bosgan holatda bunaqa teramiz. Biz boshqatdan mouse kontroller подключение qilganmiz. Hop, seniki anaqamiz yonadi. Bu yerdan esa Narutoni o'ziga kiramiz. Keyin esa umuman o'yinimizda sal lagach qo'ydi. Salamas normalniy lagach qo'ydi. Nimadan bo'lishi mumkin?
g'alati. Televizorda umuman qotmaydi deb o'ylagandim. Lekin sal qotish bo'lyapti. Kompyuterda umuman juda ham tez kechyapti bu narsalar. Narutoni olamiz. Umuman farqi yo'q. Kim bilan tushishimizni muhimi jang. Hop, o'yinimiz boshlandi. O'yinni qotmasmi? Yo'q, o'yinni qotmayapti lekin. Wow. Boshlang. Yo'q, sal bor lekin. Xo'sh. Oy. Chidori. Hop, sizga Nvidia'ni yoqib qo'ying. Ovoz qachon sizga eshitirish uchun bang. Wow, effektlarni. Hop. Qisqasi bu o'yinni to'xtatamiz. O'rniga boshqa o'yinni o'ynayveramiz. Minimal Days Gunni. Hop, uning uchun o'zi Steam'da agar ulamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, hop, mana bunday narsalarni qisqasi polniy mashdagi narsalar ekanini o'zingizga qo'yishingiz kerak. Shu kontroller ulab olishingiz uchun. Mana shu o'yinni o'zida. So'zda nastroyki qilmoqchiman. Ya'ni mana shu narsalar ulangan paytida o'zi avtomatik bila boshligi uchun. PC to'g'ri yoqqanimizdan keyin mana bu PlayStation'imizni provodi bo'ladi, ya'ni kabeli. Hop, hozir ulangan ko'rsatib turibdi. Через anaqa xohlasangiz shu через Wi-Fi ula olsangiz bo'ladi. Undan oldingi videoda shu God of War o'yinini qanaqa qilib turib joystick orqali o'ynashni ko'rsatgan edim. O'shanda shuni o'rgatganman. O'sha DC Windows skachat qilib, unga bitta o'sha driver yuklashingiz kerak bo'ladi. Uni qilib bo'lganingizdan keyin sizni o'sha PlayStation pultingiz ulanadi. Любой PlayStation o'yinini shu kompyuteringizdan o'ynasangiz bo'ladi. Hozir biz o'sha Sony Entertainment o'yinini birga o'ynaymiz. Shuni o'yinni yoqib qo'yaman. Parametrga kirib Xo'p, mana boshqaruvda mana bu gaz, qisqasi pult уже o'shaganingizdan keyin o'zingiz bemalol tushunib olasiz, qayerda nima qilishni. Optimizatsiyaga yoqib qo'ydik. Bitta
Побольше насильников, воров и убийц! Вот он! Черт! Поддавиться! Заряжаю! Кто-то попал в ловушку, нужно Так, помочь. Он обошел тебя! Он надо. Вот. Я прикрою! Все, есть. Пусть покорится! Смерть наману! Xo'sh do'stlar, ko'rib turganingizdek o'yinni uncha yaxshi o'ynamadim. Birinchi marta joystik bilan ulab turib o'yinni test qilib ko'rdim. Shuning uchun unaqa zo'r cho'tki effektiv narsalar qilib o'xshatolmadim. Mayli, uni keyinchalik qilib o'zim o'rganib olaman. Siz esa albatta video sizga foydali bo'lgan bo'lsa like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.